Mayli, o'rta bo'lmasa. Bo'pti, o'rta. Gaplashamiz. Hali kechmay gaplashamiz. O'zi ehtiyot. Shuna sumkani oling. Hop, o'rta. Bo'pti, o'rta, gaplashamiz. Davay, hop. Salom alaykum, yaxshimisiz? Qo'lni bak qilib yuboring. Rahmat, nimaga? O'rtoq, mabodo, mani patmanimni ko'rmadingmi? Hozir zapravkaga kelgandim, cho'ta topolmayapman. Yo'qotib qo'ydingmi? Ha, o'rtoq. O'zi qayerga qo'yarding? Shu bagajga qo'ygandim, adashmasam, zaldan chiqib. Bilmadim lekin o'rta, men mashina ko'rganman. Zalda qolgan bo'lsa kerak unda, o'rtoq. Balkim o'rta. Okey. Ko'tar. Okey. Piyoda ol. Kel. Alo, Komor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, uzr, yo'lda bitta akani tutib oldim. O'sha men telefonlarni oldimda, men spiskada birinchi sizning nomeringiz turgan ekan, aka. Komorlimi? Qayerda nima bo'ldi o'zi? Ahvoli yaxshimi? Qayerga banisiga ketdinglar? Yo, yaxshilar, aka, xavotir olmang. Kelesi yo'lida shunda doktor Hasan klinikasi bor. O'sha yerdamiz. Bo'ldi, hozir boraman. Assalomu alaykum. Siz bilan gaplashtirib turibman, omon ekan. Men o'g'lim aka. Ko'zingga qarab sen bo'lmaydimi? O'zimiz yo'limizda bilan kelyapti. Telefoniga anqayib yugurib chiqib keldi. Katta ko'chada peshixod yo'q, boshqa narsa yo'q. Ehtiyot bo'lsalar. Qanaqa bo'lsa ketyapsiz-da, yo'lingizdan chiqyapti. Nima qilasiz, brat? Qo'ying, palakat ekan, shunaqa bo'lishi kerak ekan. Undan ko'ra kirib ko'ring, aka. Ahvol normal, yaxshi. Sabr etib berishingiz Yaxshi bo'ladi, aka. Xudo yaxshimisan, sog'lig'ing joyidami? Harakat ekanda men ham bilmay qoldim, aka. Xudo xolisi yaxshi bo'lib ketasiz, aka. Men o'zim har kun shu yerda bo'laman, yoningizda bo'laman. Xudo xolisi ko'rmagandek bo'lib ketasiz, aka. Nima yordam, nima xizmat bo'lsa, aka, nima kerak bo'lsa men o'zim ish ko'rasizlar. Ukamlarni avariya bo'lgan joyimizda men sportivniy sumkalari, partmanlari, telefonlari, mayda chukalari bor ekan. O'shani olib kelib men ularga qo'yib qo'ydim. Hammasi shu yerda, aka. O'rtoq, o'ylama, hammasi naqlani. O'rtoq, Nima deganingiz bu? Menga birinchi o'rinda sog'lig'ing, Komor.